Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bizning Telegram, YouTube, Instagram kanallarimizdagi obunachi do'stlar. Mana yana bitta kaselkamiz tayyor bo'lganda, hozir shuni sizlarga qisqacha bir video obzor qilamiz. Xo'sh, bir boshidan boshlasak, mana bu Lovol 504 traktoriga tayyorladik. Eniga 160 sm joyda o'radi. Mana o'sha balonni o'zini izini olib ketadi. Mana bu yerdan ko'rsalaringiz bo'ladi. Mana bu tomondan balonni izini oladi. Bu tomonda ham mana o'z pichoq xuddi aytilgandek shuni to'g'risiga turgan ekan mana. Balonni izini olib, balondan tashqariga chiqarib tashlaydi. Kimgadir qiziq bo'lsa mana shu holat. Xo'sh. Bu kaselkamiz shu Buxoro viloyati Peshku tumanining o'ziga tayyorlandi. Kimni shunaqa kaselkalar qiziqtirsa, zakaz asosida yasab beramiz. Xo'sh, bu uchun mana shu telefon raqamlariga murojaat qilasizlar. Bemalol, yana ekranda telefon raqam qoldiramiz. Komplektda mana bunaqangi o'zini zavodskiy yangi kardallari bo'ladi. Hozir beda o'rish mavsumi, ikkinchi mavsum boshlangani yo'q. Shuning uchun hozirda beda yo'q. Mana buni bir haftada bedalar tayyor bo'lib qolsa, ishlash jarayonlarini ham albatta Instagram, YouTube, Telegram kanallarimizga joylab boramiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilasizlar.